Dan xodimlari ham xuddi shu apparat bilan tekshirishadi. Ko'proq yorug'lik o'tkazishini mijozlarimiz so'rab turishadi. Ya'ni 50 talik ko'rinishi qanaqa, 70 talik to'qib bo'lib ketadimi? Qanchadir vaqt o'tishi bilan plyonkalar o'zini effektini yo'qotishni boshlaydi va alishtirishga sababchi bo'ladi. Yangi olingan paytda detallarni laminatsiya qilib olishni tavsiya beramiz. Standartdan o'tsin dedilar. Menga bilatavatsa kerak emas ham dedilar. 68% gacha xudo xolasa hech qanaqa pretenziya bildirishmaydi dan xodimlari. O'zi tonirovkalari bor, oldi laboda so'nzashda bor, kazirak bor, shilib tashab qolamiz. Hozirgi paytdagi aktual muammolardan bittasi laboy qismida so'nzashtani o'tmay qolish ehtimoli. Qo'limda shuncha kal turibdi, nimaga kelgan bo'ladi deb o'ylaysizlarmi? Hosilaga aytib o'tamiz. Bu yog'iga yoz sezon kelayotganligi uchun tonirovka sezon boshlanyapti. Qanaqa tonirovka urdirish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, xudo xolasa shu haqida qisqa video qilishga qaror qildik. Ish jarayonlarimizni ham birma-bir tanishtirib o'tamiz. Men ismim Abdulloh, After Effects'da 2019-yildan beri faoliyat olib boramiz. Ya'ni asosiy qiladigan xizmatlarimiz avtomobillarga tonirovka, kuzovga bruni plyonka, salon laminatsiya, polirovka, keramika, ximskiy jarayonlardan bo'ladi. Xo'p, bu yerda BYDlarimizni yana ko'chaga chiqqan paytda sizlarga mashinalarni tanishtirib o'tamiz. Birinchi bo'lib ichkarida ish jarayonlarimizni tanishtiradigan bo'lsak, BYD Song L avtomobilimizni qabul qilib olganmiz. Bu avtomobillarda nima jarayonlarni amalga oshiramiz? Mijozimizni oldilar bu ikkita oldi eshigi standartdan o'tadigan so'nzashli plyonka bo'lishini xohladilar. Hozirgi paytdagi aktual muammolardan bittasi laboy qismida so'nzashtani o'tmay qolish ehtimoli. Ya'ni dan xodimlari bilan kelishmovchilik kelib chiqishiga va 8,5 million so'm shtraf to'lanishiga sababchi bo'ladi. Bu narsaga biz yechim qilib qo'yganmiz, hozirlarga ko'rsatib o'tamiz. Mashinamizning ichida taram deydi, surpriz. Bu dan xodimlariga berilgan tonik apparati hisoblanadi. Standartdan o'tadi. Dan xodimlari ham xuddi shu apparat bilan tekshirishadi. Hozir sizlarga shu apparatimiz orqali so'nzashtani o'tish o'tmasligini tekshirib beramiz. Birinchi bo'lib nima qilish kerak? Bu apparat qo'yilgan paytda kalibrovka bo'ladi. Ya'ni ikkilovidan nur o'tadi. Bitta narsaga e'tibor berish kerak. Ko'pchilik o'ylaydi, dan xodimlari bilan talashsa bo'ladi. Sababi kechasi o'lchavoz, kunduz o'lchamayapsiz. Kun qorong'i bo'lyapti. Umuman bu narsani ahamiyati yo'q. Bu narsa bo'yicha umuman talashganingizdan foydasi yo'q. Sizlarga hozir ko'rsatib o'taman. Kamerada sezilayotgan bo'lsa kerak, bu yoqdan nur beradi, ikkinchisi qabul qilib oladi. Shuni hisobiga necha foiz nur o'tayotganligini hisoblaydi, standartdan o'tish o'tmasligini ham tekshiradi. Xo'p, boshidan 0 kalibrovka qolamiz, olib ko'rsatganligim uchun. 100 kalibrovka bo'ldi. Endi bu mashinaga tekshirib o'tamiz. Birinchi bo'lib laboy qismini ko'ramiz. Qilish jarayonini ham hozirlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqqa o'tib olasiz. Kalibrovka bo'ldi. Instrumentimiz va oldini tekshiramiz. Birinchi bo'lib oldi qismi. Hop, ko'rayotganinglardek 68.91. Bu birinchi tochkamiz. Ikkinchi tochkada o'lchaymiz. Yorrog'idan o'lchaymiz, xudo xolasa. Ikkinchisi ham 68.51 va uchinchi tochkamiz 69.17. E'tibor berayotganinglarda 69%, 68%. Bu nima degani? Bu apparatimizni yorug'lik o'tkazishini o'lchaydi, ya'ni standartga mos kelmasligini. Bu oldi oynalarimiz standartdan o'tadi. O'ylashinglar mumkin. Norma bo'yicha 70% yorug'lik o'tkazish kerak deysizlar-da, to'ppa-to'g'ri. Lekin bitta narsaga e'tibor berish kerak. Qonun qoidada ham yozilgan, bilasizlar, radarlarda yurilayotgan paytda ham 65 tezlikda yuradigan bo'lsangiz shtraf kelmaydi. Sababi 5 skors ayirib tashadi. Bu apparatlarimizda ham xuddi shunaqa 2% pogrensiya berilgan standart bo'yicha 68% gacha xudo xolasa hech qanaqa pretenziya bildirishmaydi dan xodimlari. Oldi ishimizni hozirlarga bitta ko'rsatkichini ko'rsatib o'tamiz. Zafar, anaqa ko'k apparatimizni olib kelib bering, tonirovka o'lchaydigan. Nari tarafda bo'lishi mumkin. Va e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, bu mashinalarimizning oynasi romkasiz, eng qiyin ishlardan bittasi hisoblanadi va ko'p vaqt talab qiladi. Oddiy oynalarga nisbatan ozgina qimmatroq bo'ladi buni mehnati. E'tibor berayotganinglarda romkalarni xudo xolasa chiroyli qilib berganmiz. Endi bu narsa oddiy prozrachniy, nimadan himoya qilish mumkin deyishinglar mumkin. Bu qo'limizdagi eng yaxshi apparatlardan. Buni oq apparati bor, bu bilan solishtirib o'tirmaysizlar. 100% yorug'lik o'tkazyapti. Ultrafiolet va IRR infrakrasniy sulini qaytarishini o'lchaydi bu. E'tibor beradigan bo'lsa, 71% yorug'lik o'tkazyapti, standartga to'liq javob beradi, 100% ultrafiolet qaytaryapti va 96% so'nzashtasi bor. Bu nimaga kerak?
yosh kattaroq insonlar haydaydigan bo'lsa yoki ayol kishilar haydaydigan bo'lsa, ba'zi bir paytda tonirovka noqulaylik tug'diradi. Shuning uchun sonzashni tavsiya qilamiz. Lekin shu bilan birgalikda issiqdan himoya qilish kerak. Shuning uchun sonzashning eng yaxshi variant. Bunga eng sifatli sonzashni plyonkamizni urib o'tganmiz. Agar sizlarda ham shunaqa xizmatli kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerlarga murojaat qilib kelaversangiz bo'ladi. Asosiy sinovimizdan o'tib kelayotgan brendlarni ishlatamiz. Deylik, bularga Luda keramika, Ultrafitda 2 xil, 3 xil seriyalari va boshqa plyonkalarimiz bor. Arzonchi, qimmatroq. Sizlarni anaqilardan kelib chiqqan holatda biz taklif berib o'ta olamiz. Ya'ni qanaqa narsa xohlasizlar? Budjetli narsami yoki sifatli narsami? Endi keyingisi BYD Tang avtomobilimizga to'xtalib o'tamiz. Bu avtomobilimizda qilayotgan ishlarimizda full variantda salon laminatsiya, krugoy tonirovkalarni qilib beramiz. Endi salon laminatsiyaga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ba'zi bir stoykalarimiz bor. Mana splashni tortamiz. Uzunroq kelgan Malibu Equinox'larnikiga kusok tushadi. Ya'ni stik tushirib yuboramiz. Qancha laminatsiyani cho'zgan sari effektini yo'qotadi, kley slabilashadi. E'tibor beradigan bo'lsak, detallarni ichiga qayiltirib qilinadi. Ko'p holatda laminatsiya ko'p mijozlarimizda ko'chib ketadi. Nima sabab bo'ladi? Shu narsani kamaytirish maqsadida o'zini ximiyasi bor. Ya'ni salon ximiya bir xil spirtdan foydalanadi. Yo'q, biz spetsialni o'zini ximiyasidan foydalanamiz. Brendni aytib o'ta olmayman. Eng qimmat brend hisoblanadi. Bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Mana bu yerda chizilib ketgan joylari bor. Sabab bu mijozimizni kelaman deganlar oradan 1 yil o'tib ketdi. Aka, endi ani kuni mo'yka qildim, ichini ko'rdim, achishib ketdi yuralarim dedilar. Sababi falon pulli mashina bo'ladi. Yangi olingan paytda detallarni laminatsiya qilib olishni tavsiya beramiz. Sababi qirilib chizilib ketmaydi. Xudo xolasa nisbatan himoya qilib beradi. Bular ham xuddi shunaqa. Detallarni yechib, ichlariga qayiltirib qilganmiz. Undan tashqari bu yoqda tonirovka jarayonlarimiz ketyapti. Tonirovkalarimizga to'xtaladigan bo'lsak, bu yoqda formirovka olish jarayoni birinchi xuddi shunaqa bo'ladi. Ba'zi bir detallarimiz bo'ladi, eshiklarni yechib olib qilishimiz kerak bo'ladi. Salafalardan ham foydalanamiz. Umumiyroq nimaga foydalaniladi? U qilish jarayonimizda dilu bu detallarimizni koja yoki koja, barq detallarimiz bor. So'nggi yillarimizda barq topishga bo'lganligi uchun detallarga zarar yetib qolishi mumkin. Shuning uchun shu narsadan foydalanamiz. Bu yerda ham voy tonirovka qirilib ketdi deb o'ylashingiz mumkin, lekin unaqa emas. Zashitniy plyonkasi bor, hozir sizlarga olib ko'rsatib beraman. Mana endi qaranglar, maza qiladigan joydan ovoziga e'tibor beringlar. Mana eng shirin joyi shu deydi. Qancha mehnat qilinadi, oxirida ko'rinadi. Endi buni ham tonirovkani ham sonzashda effektlarini tekshiramiz. 100% tonirovkamiz deymiz, 7% yorug'lik o'tkazyapti, 100% ultrafiolet, 97% sonzashda. Tonirovkani baribir sonzashda effekti balandroq hisoblanadi. Detallarni yechib olganmiz va xudo xolasa hammasi zazor-zazorga tushadi. Ko'pchilik qimmat inomarka haydaydigan mijozlarimizga savol bo'ladi, nima? Detallarni yechganingizdan keyin qaytib joyiga tushadi. E'tibor berishingiz mumkin. Mana hammasi stikiga tushgan. Yo'llarni ko'rsatasiz. Mana. Xudo xolasa maksimal darajada har bitta mijozni xursand qilib chiqarib olishga harakat qilamiz. Oldidan bilesizki o'zingizlar baho berishingiz mumkin, to'g'ri turadi. Endi keyingi trekker avtomobilimizga to'xtaladigan bo'lsak, o'zi tonirovkalari bor, oldi laboda sonzashda bor, kazirak bor, shilib tashab qilamiz. Nimaga kerak deb o'ylashingiz mumkin. Shuncha pulni bekorga isrof qilyaptilar deb o'ylaysizlar. Lekin qanchadir vaqt o'tishi bilan plyonkalar o'zining effektini yo'qotishni boshlaydi va alishtirishga sababchi bo'ladi. Bu mashinamizda ham xuddi shunaqa. Orqalari o'sha effektini yo'qotgan bo'lish ehtimoli baland, sonzashtasi pastroqligi uchun bularni hammasini bir xil qilib alishtiramiz. Attinkasi ham mos kelish uchun. Labo sonzashda ham xuddi shunaqa. Nimaga alishtiryaptilar? Ikkinchi sababni aytib o'tamiz. E'tibor berayotganingizda standart sonzashtalardan ajralib turgan qora sonzashli plyonkamiz bor. Buni yaxshi tarafi qora laboy, ya'ni gerbli laboylar deymiz, shularni effektini beradi. Shuning uchun ko'pchilik maqbul ko'radi. Bunaqa variantlarimiz ham bor. Sifatliroq xohlaydigan bo'lsanglar, bizga kelsanglar, bir hozir bu yerda 2 xil variantda osmaganmiz, 6 xilga yaqin sonzashtamiz bor. Standartdan o'tadigan, o'tmaydigan, shu bo'yicha test qilib, ko'rsatib, ma'qul variant qilib beramiz. Bizda yaxshi tarafini aytib o'taman. Yaxshi tarafi nima? Qilish jarayonimizda mana bunaqa plyonkalarni urib qo'yganmiz. Hamma protsentidan bor. Dilu bu yerda 3 xil, 4 xil brendimizda ko'proq yorug'lik o'tkazishini mijozlarimizni so'rab turishadi. Ya'ni 50 talik ko'rinish qanaqa, 70 talik to'qib ketadimi? Shunday holatda shunday plyonkani olamiz, yonida ushlab turamiz. O'zingizlarga yoqqan variant qildirib ketasizlar. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bu yerda ham protsentlar bo'yicha ko'rsatib qo'yganmiz.
Bu yerda Ramazon oyi bo'lganligi uchun arzimas hadyalarimiz bor Ramazon oyida kelganligi uchun. Hop, 16-mart. Yana bu yoqda chempion avtomobilimizni qabul qilib olganmiz. Bu mashinaga nima qilamiz? Oldilar bo'ylariga sonzashniy, oldi eshiklariga tonirovka qilamiz va 14 sm kazirok. Bularda hech qaysida kazirok chiqmaydi, shuning uchun qo'ramiz. Bu yoqda Travers avtomobilimizga ham to'xtaladigan bo'lsak, hozirlik ichkaridan ko'rsataman. Tonirovkalari bo'lgan. Mashinamiz quloq ekan, hozir kaltini olib chiqaman. Mijozimizni oldi standartdan o'tsin dedilar. Menga bilatavatsa kerak emas, ham dedilar. Menga norma bo'lishini xohladilar, bo'ldi. Boshqa gap bu so'z yo'q. Tonirovkamizni bilasiga e'tibor berasizlar, ichkari ko'rinayotgani yo'q. Sababi bu mashinalarimiz kuydirilgan. Endi ichkaridan sizlar bilan bitta ko'ramiz. Detallarga e'tibor berasizlar, yechib olganmiz. Sababi laminatsiya bo'lyapti bu mashinamizni ham. Ichkaridan ko'rinishiga o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Orqalarimizni ham mana bu tarafdan o'tadigan bo'lsak, orqalar bo'ylaga ham e'tibor berishingiz mumkin. Ichkaridan hech qanaqa noqulaylik tug'dirmaydi. Ko'rinish taraflama bemalol kechki paytlar ham yursa bo'ladi. Oldi bu yon mashinamizning oynasiga kuydirilgan oyna bo'lganligi uchun 70 talik tavsiya berganmiz. Sabab Dilu yosh katta insonlarni onaxon, otaxonni olib yuriladigan holatda bo'lsa yoki yosh farzandliklar bo'ladigan bo'lsa, oilaviy ko'p yursanglar, biza hech qachon 100% 120 talik tavsiya bermaymiz. Sabab kechki payt bo'ladigan bo'lsa, noqulaylik tug'dirishni boshlaydi. Sababi to'qliligini hisobiga. O'rtacha tavsiya beramiz 50-70 oilaviy yuriladigan holatda. Ba'zi bir yosh aka-ukalarimiz kelishadi, ular nima deyshadi? "Aka, o'zim yuraman, beton bo'lsin" deyshadi. Bori shu gap, beton bo'lsin. Shunaqa akalarimizga kuydirilgan bo'lsa ham ustidan 100-120 urib beramiz. Sababini tushuntirib o'tdik. Xudo xolasa, bu mashinamizda ham ish jarayonlarimiz ketyapti. Endi keyingi mashinamiz Kia Seltos avtomobilimiz. Bu avtomobilimizni ham mashinani ichiga mehr berib o'rgan ekanlar. Mashinamizdan quplab qo'yamiz. Kalti qolib ketgan. Bu mashinamizdan ham orqasi kuydirilgan. Sezayotgan bo'lsanglar, salonning ichi ko'rinib turibdi. Mana shunaqa holat bo'lmasligi uchun ustidan tonirovka beramiz. Bular akamizlar yoshroq, ko'pincha o'zim yuraman degandek qildilar. Shuning uchun 100% plyonka bo'lishini tavsiya berdik va 100% kelishganmiz. Ish jarayonlarimiz bilan tanishtirib o'tdik. Hali yoz sezon kelmadi, lekin tonirovkaga talab oshgan. Sabab chunki bu yog'i kunli isyapti, hozir eng vaqti. Ba'zi birlar o'ylashi mumkin, nimaga sizlarda qimmat yoki boshqa joylar bilan solishtirilayotgan paytda nimalarga e'tibor berish kerak? Aynan bizda tonirovka qildirib ketinglar yoki bironi plyonka qildirib ketinglar demaymiz. Bunga sabablardan aytib o'tadigan bo'lsak, ish sifati, ya'ni sinovdan o'tgan tonirovkalardan foydalanamiz. Kecha ya'ni shogird bolalar bilan ishlanmaydi. Shogirdlarimiz bor, lekin asosiy tonirovkalarimizni 3 yil, 4 yil tajribaga ega mutaxassislar amalga oshiradi. O'zim ham ishlayman bu jarayonda. Va eng sifatli tonirovka ishlatayotgan paytimizda oddiy shampun emas, Johnson's Baby yoki qimmat shampunlardan foydalanamiz. Sababi apshika plastmassa detallarga zarar yetmasligi uchun. Mashinalarni ham ko'rib turibsizlar, qanaqa mashinalar qilinyapti. O'zingizlar chumon ursanglar bo'ladi. Mijozlarimiz bizga ishonib topshirib ketishyapti. Xudo xolasa, agar sizlarga ham tonirovka, salon laminatsiya, sonzashniy plyonka xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Agar shunaqa videolar qiziq deydigan bo'lsanglar, qanaqadir testlar o'tkazishni misali xohlaydigan bo'lsanglar, kommentariyalarda yozib qoldirib ketsanglar, biz xudo xolasa chiroyli qilib testlar ham qilib beramiz. E'tiborli uchun rahmat. Bitta like bosishingizlardan chiqmasin.